Mana o'g'lim Patakulnidan ko'chalarni tomosha qilib o'tiribdi. Rosa yaxshi ko'radi. Mana shu oynani ochsa, chiqib oladi tepaga. Yoki bo'lmasa, anaqa oyna yopiq bo'lsa ham chiqib oladi. Tong otsa bo'ldi. Mana shu anaqa Patakulniga chiqib o'tiradi yoki yotadi. Ko'chalarni tomosha qiladi, rosa yaxshi ko'radi. Mushular katta bo'lgandan keyin o'yinchoqlar, bunaqa narsalar o'ynamay qo'yar ekan. Kichkina paytda zo'r o'ynar ekan-da bular. Men kichkina paytda kelgan paytda koptovmi, qog'ozmi, nima narsa bo'lsa o'ynab ketaverardi. Devorlarga o'zini urib o'ynardi. Mana hozir katta bo'ldi, bosilib qolgan. Uncha-buncha narsa o'ynamaydi, uncha-buncha narsa buni xursand qilmaydi. Bular ham xuddi odamga o'xshar ekanda, odamlar ham yosh paytda o'yinqaroq bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin bosilib qoladi-ku, shunaqa ekanda. Hayvonlarda ham o'tirishini qaranglar buni. Mo'y, mo'y. Jonim mani jonimdan. Asal bolam bu mani, asal o'g'lim.